tomis ketib qoladi. O'zinglar yasagan gelik nashi. Voy men bitta ko'rib, rostdan gelik deb o'yladim. Va lyuboy ko'rgan odam gelik deydi buni. Xullas bu mashina tank mashinasi bo'ladi. Hali Xitoy tank mashinasi. Tank 300 dan gelik qurilishiga o'zgartirilgan mashina mana shu bo'ladi. 30 ming dollarga tushadi deb taxmin qilishdi. Mashinani o'zini turishi 25 ming 30 ming atrofida. Bunga qarang, kapot, krilo, bamper, oblisovkalar, ha? Undan tashqari mana krilodagi расширительныйlar, diskalar, keyin anaqa body kitlar, tepasidagi chiroqlari, orqasidagi anaqa spoilerlari va orqa ko'rinishida mana bamper. Eng qizig'i Brabus ko'rinishdagi Pony ABS taqilgan. Bitta like bosib qo'ying, shuncha mehnatga rost akasi lyuboy ko'rgan odam gelik deydi. Faqat mana shu orqasida sal bilinyapti-ku, mana mana shu qismida. Lekin oldida 100 ga 100, mayli, 100 ga 99 lyuboy odam gelik deydi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Qarang, xitoyliklar qilmagan yana bitta ish qilganmiz bunda. Bunda Pony body kit ABS chiqargan Xitoy. 40 qo'ymaganmiz. Lekin orqasida o'zi zavodga o'sha chiqarilgan ABSda to'rtburchak stop qolib ketgan bo'ladi. Biz buni yana ham o'ylab, bamper pastroqqa tushirib, stop uchun отдельный joy qildik va orqa ko'rinishi mana mashinadan buyog'i haqiqiy gelik korpusdan yasalgan. Gap yo'qmi? Qarang, hozir tankdan gelik yasadingiz. Yana nimalardan gelik yasab tashlayapsiz? Ichini bitta ko'ring, ichini bo'ladi. Ichida ham gap bormi? Voy, ichlar Pony ishlab bo'ladi. Gap yo'q. Salon ham aynan shu gelikdagi mana bu choklari qilingan. Звездный neba, faqat звездный neba emas. Mana звездный обшивкаларgacha bo'lib tashlabdi. Bu hozir mana bu qismlar ham o'zgarganmi? Yo'q, qarang, bu qismlari hammasi, deflektorlar hammasi o'ziniki. Rol almashdi. Bundan tashqari mana joylarni salonchilar Pony qora qilib, chiroyli qilib bo'yab berishdi. Sidenalarni ham cho'tki qilib, professional qilib tikib berishdi. Gap yo'q bor-ku, rost akasi. Maza qiladigan mashina. Salonga maza qildim chiroyliligi. Lekin uzoqdan Tashkent City'ga kirdingda. Shunaqa qarayapti odamlar. Kanishna, kamida Brabus misol uchun 400 mingdan qimmat tursa, geliklar ham 300 mingdan qimmat tursa, aynan o'shani deyarli 10 barobar arzonga ko'rinishib beradigan mashina qilib qo'yibsiz-da. Sizda mabodo tank bo'lsa, olib keling. 20 kunda shunday Brabus ko'rinishiga o'zgartirib. Ya'ni nima mashinadan gelik qilishadi? 12 dan qilsa bo'ladi. Plus men Dubayda ko'rganman BG80 mashina bor. Ana shu birga gelikka o'xshaydi. O'shandan bitta like bosib, hamma yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Mabodo buni egalari Qirg'izistondan kelganlar. Mashina Qirg'izistonniki, nomerlari bilan qo'yib yuboramiz-ku, hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Bas, ismingiz nima edi og'a? Og'a demaydi, Qirg'izistonda aytgancha. Nima deydi? Bobur dedi? Boburim deydi. Jigaram deb yurishadi. Joninglar sog' bo'lsin. Qalay, ishdan ko'nglingiz to'ldimi? Ishdan xudo xolasa 100% ko'nglim to'ldi. Yo'q. Ekan mana birga bir qilib berdi. Qirg'izistondan ham jo'natib turasiz hammani. Xudo xolasa. Qirg'izistonlik jigarlar like bosib, podдержка qilaverasizlar, videoni maksimal tarqataverasizlar. Hurmat qilsizlar. O'zbekistonliklar ham izatinglar faqat.